o'za geometriya burchak tomon munosabatlari mavzusi birinchi qoida. Demak, bu qoida aytilyaptiki, uchburchakning burchagi qanchalik katta bo'lsa, uni qarshi tomon ham shunchalik katta bo'lar ekan. Menimcha eslab qolish juda ham oson qoida, qiyin emas. Misollarga o'tamiz, ya'ni misollarni qaytarib ishlaymiz. Hop, demak, birinchi misolda aytilyaptiki, tomonlarini o'sish tartibida joylashtirishimiz kerak ekan. Hop, endi qarang, bu yerda tomonlarni o'sish tartibida joylashtirish uchun burchaklarni aniq bilishimiz kerak. 68 ga 42 ni qo'shsak 110. Demak, bu burchakka qolyapti 70. Hop, endi eng kichkina tomon eng kichkina burchak qarshisida turadi. 42 bu eng kichkina burchak qarshisida A turibdi. A eng kichkina tomon. 68 ni qarshisida B turibdi va 70 ni qarshisida C turibdi. Mana shu tartibda bo'lar ekan. Endi ikkinchisida ikkita uchburchak berilyapti. Bularni avval alohida tengsizlikni tuzib olamiz, undan keyin birlashtirib qo'yamiz. Xo'p, 95 48. Bu ikkalasini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, 8 ga bersang 103, 143. Demak, bu yerga 37 qolar ekan. 80 47. 127. 127 bo'lsa, bu yerda 53 bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi ABC uchburchak bo'yicha tengsizlik tuzsak, eng kichkina burchagi bu 37. Qarshisida B tomon bor. Xo'p, bundan kattarog'i 48, qarshisida A bor. Eng kattasi 95. Bu yerda C bor. Ya'ni to'g'risida. Keyingi ACD uchburchagimizda eng kichkina burchak bu 47. Qarshisida C. Bundan kattaroq burchak 53, qarshisida D bor. Bundan kattaroq 80. 80 qarshisida Y bor. E'tibor qaratsak, mana shu ABC uchburchak eng katta tomon C ekan, buni eng kichkinasi ekan. Demak, buni birlashtirib qo'ysak bo'ladi. B dan katta A, katta C, katta D, katta Y. Hop, keyingisi 3-savolda aytilyaptiki, eng uzun tomon qaysi biri deyilyapti. Buni ham yuqorida qilgan ishimizni qilamiz, ya'ni alohida tengsizlik tuzib chiqamiz. Endi qarang. ABC uchburchakda 60 40 deyilyapti. Demak, bu burchakni topishimiz mumkin. 60 ga 40 ni qo'shsak 100. Demak, bu yerga 80 qolyapti. Bu yerda 32 ga 48 ni qo'shsak 80, demak bu yerga 100 qolyapti. Bu yerda bu burchak bilan bu burchakni topishning imkoniyati yo'q. Demak, hozircha bor ma'lumotdan foydalanib turamiz. ABC uchburchagini burchaklar orqali tomonlarning nisbatini, ya'ni katta kichikka belgilab chiqamiz. Xo'p, eng kichkina tomoni B tomon. Chunki 40 ni qarshisida turibdi. Undan kattarog'i 60 ni qarshisida A, undan kattaroq tomoni 80 ni to'g'risida C turibdi. Keyingi ABD uchburchak. Hop, eng kichkina tomoni bu 32 ni qarshisida D turibdi. Undan kattaroq 48 ni qarshisida C turibdi. Undan kattaroq 100 ni qarshisida Y turibdi. Endi qarang. Mana shu yerda e'tibor qilishimiz kerak, eng kattasini topishimiz kerak. Hozir bu ABC uchburchak eng katta tomon bu C ekan. Bunda o'rtacha tomon bo'lyapti. Demak, Y bularning hammasidan katta. Hozircha bu ikkita uchburchakda eng katta tomon Y bo'lib turibdi. Endi mana shu uchburchakda eng kattasini topishimiz kerak. Endi qarang. Hozir bu burchagimiz 100. 100. Endi mana shu ikkala burchakni qo'shgan taqdirimizda aytaylik, buni x, buni y desak, bu ikkalasini qo'shgan taqdirimizda ham 80 chiqadi. Bu ikkalasi alohida 100 dan katta bo'la olmaydi. Demak, 100 eng kattasimi? Demak, bu ADE uchburchakda eng katta tomon bu G tomon. Demak, to'g'ri javob bu bo'lar ekan. Keyingisi. Hop, endi 4-savolda bizga nima so'ralyapti? Tomonlar. Qaysi tomon eng katta? Bu yerda qarang. To'g'ri burchakli uchburchak berilyapti. E'tibor qaratsangiz, A dan C albatta uzunligi ma'lum. Aniqligi ko'rinib turibdi. Ya'ni bu qancha tiklashib, ya'ni 90 ga yaqinlashgan sari nima bo'ladi? Uzunligi kamayib boradi. Bu yerda eng kichkina tomon B, undan kattarog'i A, undan kattarog'i C bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz biron bir joyga to'g'ri
90 gradusdagi chiziq o'tkazsangiz, eng yaqin chiziqni o'tkazgan bo'lasiz. Agar bu 90 dan ortib ketayotgan bo'lsa, o'zgarayotgan bo'lsa, qanchalik uzoqlashgan sari masofa ham uzoqlashib boradi. Shu qoidadan kelib chiqib turib nima qilyapmiz? Eng katta tomonni S deb belgilayapmiz. Buni hozirgi qoida bo'yicha topsa ham bo'ladi, lekin unga hojat yo'q menimcha. Hop, keyingisi 5-savol. Hop, 5-savolda to'g'ri burchakli uchburchak berilyapti. Bu yerdagi x, y, z ni maqsum seriyani taqqoslashimiz kerak ekan. Hozir bu burchagimiz 42 bo'lsa, bu burchagimiz necha bo'ladi? 42 bu ikkalasini qo'shsang 90 bo'lishi kerak. 48. Hop, yaxshi. Endi bu burchakni topishning ham imkoni bor. 42, bu yerimiz 90, demak bu yerimiz 48. Hop. Men ikkala uchburchak uchun alohida qilaman. Ya'ni ABD uchburchagi uchun alohida tengsizlik, ADC uchun alohida tengsizlik. Hop, ABD uchburchakda nima deyilyapti? X 42 ni to'g'risida, Y 48 ni to'g'risida. Demak, X dan katta ekan, Y. Hop, yaxshi. Endi bu yerda 48 ni to'g'risida X turibdi. Bu yerimiz majbur necha bo'ladi? 42 bo'ladi. Hop, 42 ni to'g'risida Z turibdi. Demak, bu yerda X katta ekan nimada? Z dan. Ikkalasini birlashtiradigan bo'lsak, Z katta X katta Y bo'ladi. Hop, keyingisi 6-da aytilyapti, bu tengyorli uchburchak ekan. Bizdan so'ralyapti minimum B. Ya'ni mana shu B burchakning eng kichkina qiymatini so'rayapti. Hop, bu yerda A burchak 40 dan kichkina ekan. A burchagimiz 40 dan kichkina ekan. Hop, minimum B. Bizda qoida bor edi. Tengyorli uchburchakning asosiy burchaklari teng x deb olsak. Demak, buni qanday topardik? Bu misol uchun alfa bo'lsa, 180 minus alfa taqsim 2 nimaga teng bo'ladi? X ga teng bo'ladi. Xo'p. Farazan 40 deb olaylik. 40 deb olsak, 180 dan 40 ni ayirsak 140, 2 bo'lsak, necha bo'ladi? X bo'ladi. Hop, yaxshi. X teng 142 bo'lsak 70. Ya'ni bu 70 bo'la olmaydi, chunki bu yerda qat'iy tengsizlik emas, noqat'iy tengsizlik, ya'ni 40 bo'la olmaydi. Demak, bu ham 70 bo'la olmaydi. Endi bu 40 dan kichkina bo'lgandan keyin bu 70 dan kattaroq bo'ladi. Bizga eng minimum qiymat kerakmi? 70 dan kattaroq eng minimum qiymat bu 71. Demak, x necha bo'lishi mumkin? 71 bo'lishi mumkin. Teng emas qilib belgi qo'ydik. Hop, demak, x teng 71 ekan. Bu eng minimal qiymati ekan. Hop. Keyingisi 7-savolimiz. 7-savolda bu yerda AB teng AC deyilyapti. Demak, bu tengyorli uchburchak. Bu muhim. Bunda nimani topishimiz mumkin? 36, 36, 72 bo'lsa, bu burchagimiz ham necha bo'ladi? 72 bo'ladi. Xo'p. AC teng BC. AC teng BC. Xo'p, bu 72 bo'lsa, AC teng BC. AC teng BC. AB teng AC. Hop. Qaysilari to'g'ri deyapti? Ha, bo'ldi, tushunadi. Bu yerda savolda berilyapti, bu yerda aytilayotganlarning qaysilari to'g'ri deyilyapti. Xo'p, aytaylik, hozir men AB teng AC desam, bu joyimiz 72 bo'ladi. 72 ni qo'ysak 144, 144 ga 36 ni qo'ysak 180. Demak, birinchisi to'g'ri bo'lyapti. Xo'p, endi ikkinchisini tekshiramiz. Endi birinchisi to'g'ri bo'lgandan keyin hozir buni 72 qilib turamiz. 72 bo'lib tursin. Bu yerda nima deyilyapti? AC teng BC deyapti. Hop, birinchisini to'g'ri deb qabul qildik. Bu yerda 72 bo'ldi. Agar AC teng BC, ya'ni bu ikkalasi teng bo'lib qolsa, bu yerimiz 72, 72, mana joyimiz ham necha bo'ladi? 72 bo'ladi, chunki tengyorli. Endi 3 ta 72 imiz necha bo'ladi? 216 bo'ladi. Ya'ni 180 dan ortib ketyapti. Demak, bu bo'lishi mumkin emas. Keyingisi 3-si. B da katta A dan deyilyapti. Hop, demak, hozir ikkinchisi xato bo'lib chiqdi. Endi 3-si B da katta, hozir bu 72 deb qabul qilamiz. B da katta
B'da kichkina A'dan. Xo'p, A'da kesmamiz. B'da nima ekan? Katta ekan. Xo'p, buni qanday hisoblansa bo'ladi? Testidan foydalanamiz. Hozir bu yerimiz 36 bo'lsa, mana shu burchagimiz hozir 72 ga 36 +8. Bu yerimiz 108. 36 ni qo'shsak 44. 44 36. Xo'p. B'da 36 ni qarshisida turibdi. Buni eng kichkina tomoni. Xo'p, bu yerda A'da 36. Buni ham eng kichkina tomoni. Yana ham yaxshiroq e'tibor qilsak, hozir bu yerni x desak, bu joyimiz ham x bo'ladi. Bu 72 ni to'g'risi. Bu yerni y desak, nima bo'ladi? 36 ni qarshisida y, 70 ni qarshisida x turibdi. Bu yerda hozir d sayimiz A'dagi teng. Xo'p, shundan xulosa qilsak, bu yerda 70 ni qarshisida turganini hisobga olsak, x y dan katta bo'lishi kerak. X bu nima? AD. Y bu nima? BD. Demak, haqiqatda AD BDdan nima ekan? Katta ekan. Bu to'g'ri bo'ldi. A'si BDdan katta deyilyapti. A'si BDdan katta. Xo'p, bu yerda o'zi x, ya'ni BDdan AD BDdan kattami? A'si erta qachon katta bo'ladi. Ya'ni bu aniq. Demak, bu yerdagi keltirilgan 4 ta ma'lumotdan 3 tasi to'g'ri ekan, bittasi xato ekan. Menimcha bugungi darsimizga yetarlik. Keyingi qoidani qo'shishimizga hojat yo'q. Menimcha ancha foydali bo'ldi. Qiyin savol emas, lekin ozgina mulohaza qilish kerak bo'lgan, ozgina fikrlash kerak bo'lgan misollari bor, qiyin savollari bor o'ziga yarasha, lekin qoida juda ham oson. Demak, xulosa, birinchi qoida, uchburchakda burchak qancha katta bo'lsa, tomon ham shuncha, ya'ni uni qarshisidagi tomon ham shunchalik katta bo'lar ekan.